Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda sotib olishga arziydigan eng arzon gaming notebookni obzor qilamiz. Nimaga sotib olishga eng arzon deyman? Chunki unga ketkazilgan narsalar bemalol puliga 100% arziydi. Keling avval o'zi nima uchun gaming notebook olish kerakligi haqida gaplashamiz. Chunki ko'pchilik gaming notebook olgisi kelmaydi. Ayniqsa ota-onalar farzandiga gaming notebook olib bergisi kelmaydi. Chunki ular o'ylashadi, agar gaming notebook olib bersam, u faqat o'yin uchun moslashgan bo'ladi. Boshqa qilolmaydi deyshadi. Lekin ayni gaming notebooklar haqiqiy pul topadigan notebooklar hisoblanadi. Endi videomizning asosiy qahramoni bo'lgan eng arzon gaming notebookga o'tamiz. Buni modelimizning nomi Lenovo Log. Nima uchun aynan ushbu modelni tanladim? Chunki xuddi shunaqa xarakteristikali TUF olasizmi, Victus olasizmi, bundan narxi $200-300 qimmat bo'ladi. Lekin ishlashi sifati bir xil bo'ladi. Shuning uchun bizga hozir arzon, lekin muhimi sifatli notebook kerak. Shuning uchun ushbu modelni tanladik. Ketdi, raspakovka qilamiz. Log. Zaryadchik shnur и hamda 135 vatli blok pitaniya. Notebookimizning o'zi ichidan mana shunaqa narsasi chiqdi. Xo'p, notebookimizning ko'rinishi bu temir ishlatilmagan, ya'ni plastmassa, lekin sifatli plastmassa. Unaqani yupqa emas, baquvvat ishlatilgan. Xo'p, portlariga keladigan bo'lsak, naushnik uchun Type-C, oddiy USB, HDMI hamda Wi-Fi LAN port и zaryadkasi. Xo'p, bu yoq tarafida oddiy USB-A и fleshka, katta fleshka. Montajyorlarga bu juda ham qulay deb o'ylayman. Perihodnik ishlatmasdan shunday fleshkasini ishlataveradi. Xo'p, orqasida ko'rib turishingiz mumkin, ikkitali kullerga moslangan. Bu notebookga yaxshi tarafi SSDlarni kuchaytirsa bo'ladi. Ya'ni tezkor xotirasini ham bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Qo'shimcha slotlari bor. Endi ichki tarafidan keladigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganinglardek oddiy klaviatura, ya'ni hech qanaqa RGB emas, chunki bu aytib o'tgandek hamyonbop. Buni ichidagi xarakteristikasi kuchli, tashqi ko'rinishi imkon boricha budjetliroq qilib ishlangan. Klaviaturasi bo'yicha yana alohida to'xtalamiz. Endi notebookimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bunda Ryzen 7 7000-avlod HS protsessori bilan jihozlangan. Bu protsessor sizga bemalol 3-4 yilga indamasdan xizmat qilib beradi. Ya'ni hech qanaqa qotishlar, sekinlashishlar bo'lmaydi. Tezkor xotiramiz shu 16 GB li DDR5 so'nggi avlod. Hamyonbop bo'lishiga qaramasdan so'nggi avlod ishlatilgan. Bu yuqorida aytib o'tganimdek, buni kuchaytirsanglar bo'ladi. Ya'ni hozirgi paytda 16 GB sizga bemalol yetib ortadi. Mabodo 1-2 yildan keyin bu kamlik qilsa, bemalol o'zingizga moslab 32 mi yoki undan kattarog'iga o'zgartirsanglar bo'ladi. Doimiy xotirasi bunda 512 GB. Buni ham o'zingizga qarab upgrade qilsanglar bo'ladi, bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Endi video kartasiga keladigan bo'lsak, bunda RTX 4050 6 GB li video karta turibdi. Nima uchun 4050 tanladik? Bundan budjetliroq 3050 tanlashimiz mumkin edi, lekin sotib olishingizga eng kamida shu 40-avlodni tavsiya qilaman. Уже 30 ham, 20 ham ancha eskirgan, bizning talablarga javob bermaydi. Chunki hozir hamma sun'iy intellekt ishlatyapti. Ya'ni qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar sun'iy intellektda ishlaymiz. U zo'r ishlab berish uchun bizga kuchli video karta hamda kuchli tezkor xotira kerak. Ekrani ko'rib turganinglardek 144 Hz, IPS, 300 nits. 300 nits degani ranglarni tiniq ko'rsatadi. Hozir biratolasi shu ekranni test qilib ko'ramiz, ya'ni rangini. Biratolasi kolonkasini ham tekshirib ketamiz. Chunki ko'rganimda odzivlarda kolonkasi o'rtacha deyishgan edi, ya'ni uncha maqtashmagandi. Shuni sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Mana endi biratolasi ekranni ham test qilamiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, rangi qanaqa tiniq, yaxshi. Ranglar yaxshi, zo'r ko'rsatyapti. Bir tarafdan bir OLEDga ham o'xshab ketadi, lekin mana shunaqa xonada ko'rsanglar tiniq ko'rinyapti. Endi biratolasi ovozini ham tekshiramiz. Voy, ovozi lekin vahshiy cho'tib kelgan bor. Mana bu o'zi kichkinagina kolonkasi ikkita ekan. Lekin как torkach qaziyotganga o'xshaydi bor. Ham bu yoqdan, ham bu yoqdan vahshiy zo'r ekan lekin. Xo'p, bu notebook o'zi kimlar uchun mos? Endi shu haqida gaplashsak, bu dasturchilarga ham zo'r mos keladi. Sababi ekrani katta, bemalol koding qilayotganda ikkita okno qilib ishlatsa bo'ladi. Buni klaviaturasi ham ancha yaxshi, ko'rsanglar bo'ladi. Bosilishlari ham ancha yaxshi, udobniy, yumshoqqina. Bunda klaviaturada bitta minus taraf, buni minus ham deb bo'lmaydi.
Podsvetkasi oddiy, ikkitalik bo'ldi. Hech qanaqa RGB yonmaydi. Shunchaki ikkita rejimda. Lekin bunda ruscha klaviatura yo'q. Lekin bizdan olsanglar yozib beramiz. Gravirovka xizmati ham bor. O'zi ko'rgan bo'lsanglar, angliskiy harfi bir chekkaga qilishgan. O'zi gaming notebooklarda number pad bo'ladi har doim. Undan hech qachon muammo bo'lmagan. Yana buni bemalol montajyorlar ham ishlatsa bo'ladi. Chunki buni ekrani ancha yaxshi ekan. Ya'ni ko'rib turganinglardagi ranglarni ancha tiniq ko'rsatyapti. Oddiy ofisni notebooklar bilan solishtirsanglar ancha tiniq. Bu yerda 300 nitsligi bilinyapti. Bu notebookimiz kuchliroq 3D yo'nalishlariga zo'r mos tushadi. Sababi bunda RTX 4050 bu umuman qiynalmaydi. Hech qanaqa programmada umuman qiynalishlar sezilmaydi. Buni protsessori AMD Ryzen. Bilasizlar, AMD Ryzen 3D sohalariga ancha zo'r tushadi. Bu aytib o'tganimdagi sun'iy intellektga ovoqchi bo'lganlarga eng zo'r tanlov. Sababi buni tezkor xotirasi kuchli, so'nggi avlod. Bu yetmasa yana ko'tarishingiz mumkin. Bilasizlar, sun'iy intellektga video kartasi kuchli bo'lishi kerak, tezkor xotirasi juda ham kuchli bo'lishi kerak. Sizlar offline bemalol internetsiz ishlata olishingiz uchun. Notebook shuncha maqtaganga yarasha uni test qilib ko'rmasak bo'lmaydi. O'shaning uchun O'zbekistonda eng mashhur bo'lgan Case2 da test qilamiz, chunki istalgan odam gaming notebook oladimi yoki kompyuter yig'diradimi, birinchi qiladigan ishi bu o'yin yozish bo'ladi. O'yin yozib test qilib ko'radi. Agar o'yinda yaxshi ishlab bersa, demak notebook yoki kompyuteri kuchli bo'ladi. Biz ham shuning uchun birinchi bo'lib case yozdik. Buni tekshirib ko'ramiz. O'zi gaming notebooklarda bilsanglar, tokka tiqilganda maksimal kuchidan foydalaniladi. Toksiz ishlatsanglar o'rtacha ishlab beradi. Agar umumiy bor kuchidan to'laqonli foydalanaman desanglar, gaming notebooklarni har doim tokda ishlatinglar. Bizda hech qanaqa tokka tiqilmagan lobbini o'zida 100-120 atrofida beryapti. Bunda maksimalniy nastroykada turibdi hozir. Xo'p, mana biz tokka tiqdik hozir. Nastroykasini me'yorlashtirdik, o'rta holatga keltirdik. Odam ko'p joyga kirdik, o'yinga kirdik. FPS'imiz ko'rib turganinglardagi 150 200 atrofida bo'lyapti. Mana hozir o'yindan keyin ko'rsak bo'ladi. Umuman qizimagan, даже mamutdan muzdek havo chiqyapti. Kunlari aktivniy ishlayapti. Lekin shovqinni o'zi eshitsanglar bo'ladi. Shovqin deyarli yo'q. O'zi gaming notebooklarda shovqin chiqishi tabiiy holat. U $1000 olasizmi, $2000 olasizmi, baribir shovqin chiqazadi. Lekin kunlari bunda yaxshi ishlayapti. Endi buni shuncha maqtadik, kamchiliklariga keladigan bo'lsak, shu aytib o'tganimdagi klaviaturasida RGB yo'qligi, chunki gaming notebook olganingizda RGB bo'lsa, bu o'zingizga bitta plyus bo'ladi. Ikkinchi jihati bilmayman, ko'pchilik ishlatadimi, yo'qmi? Menga juda kerakli narsa отпечатка. Bunda yo'q ekan. Отпечаткasi bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin bunda yo'q. Bu bitta minus deb hisobladim. Xo'p, endi buni web kamerasini tekshirib ko'ramiz. Chunki baribir notebookda web kamera bo'lishi kerak, ishlatilinadi. Ko'rib turganinglardagi web kamera yaxshi. Notebookimiz yoqqan bo'lsa, bemalol Texnichen do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Notebookimizga 1 yil garantiya beriladi hamda butun O'zbekiston bo'ylab BTS orqali bepul yetkazib beriladi. Toshkent shahrida bo'lsanglar, o'zimizning kuryer bir kun ichida o'zingizning qo'lingizga shunda topshiradi. Notebookka bizdan buyurtma qilsanglar, xohlasanglar yangi ochilmagan korobka holatida yetkazib beramiz. Yo, menga tayyor narsalarni ustanovka qilib ber desanglar ham shu yangi korobkadan ochib sizga kerakli bo'lgan barcha dasturlarni o'rnatib, garantiyalari bilan yetkazib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarimizda qanaqa notebookka obzor qilaylik, izohlarda yozib qoldiringlar. Aynan YouTube muxlislarimiz uchun ajoyib yangiligimiz bor. Shu notebookka yoki boshqa modellarimizning obzorlarini aynan YouTube orqali keldim deb aytsanglar, sizlarga maxsus sovg'a qo'shib beramiz. Videoga like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar.